Endi 18 ota qo'sh tomg'ani. 18 ota o'q tamg'ali. Vaqt. Vaqt tamg'ali. vaqtim var. 16 ota qo'sh tomg'ani. Xo'p. 14 ota qonjig'ani. Qanjig'i. 12 ota oyindi. Oyindi. 6 to'ba tortuvli. Tartuvli. Oqman Mahnidan Alibek Haydar deydi. Xo'p. Haydaridan tortuvli tug'iladi. Xo'p. Alibegidan qonjig'ali tug'iladi. Eshityapsizmi? Eshityapti, hammasi qayd qilyapman. Shu Oqmanidan 18 ota vaqtamg'ali tug'iladi. Xo'p. Alibekdan 16 ota qo'shtamg'ali tug'iladi. To'g'ri. Shu odaqlabga 15 otaga bo'linadi hammasi kelin 5 ota. Oqman, Oqnadan Alibek Haydar molla deydi 5 ota. Shu hammasining shoxi borganda 5 yo'ldan o'chigani 66 ota qo'ng'iroq bo'ladi. Ha. 66 qo'ng'iroqning eng katta shoxi Qozoyoqli deydi, vaqtamg'alining birinchi shoxi. O'q tamg'ali. Vaqtamg'ali. Mana qora qo'ng'iroqlar kiradi. Qora qo'ng'iroqlar, ha. Bor bizda shunaqa qora qo'ng'iroq qishloqda hozir. Ikkinchisini Yelbiyanda ko'barak o'tiradi. Ochamoyil degan shox bo'ladi. Xo'p. Bol bo'ladi. Shu qo'shilib hammasi 18 ota vaqtamg'ali kiradi. 16 ota qo'shtamg'alining 9 otasi Bo'rchim bo'ladi. 1 otasi Qoraqasliq bo'ladi, 6 otasi Qo'ldovli bo'ladi. Qo'ldovlining katta shoxi Mavlish, ikkinchisi Tilovmat, uchinchisi Chalbachcha, bir xotindan. To'g'ri. Ikkinchi boboning xotinidan birinchisi Bandikuchi, ikkinchisi Oqpichoq, uchinchisi Chibirg'on bo'ladi. Bu uchovi 6 ota Qo'ldovli deydi. Mahmadqulbey deganning o'g'li bo'ladi. To'g'ri. Endi bizning Tilovmatimiz 5 ota bo'ladi. Kattasini birinchisini Tog'aydan tug'gan deydi. Xo'p. Tog'ay deydi. Tog'ay. Ikkinchisini Qo'ylibay deydi. Uchinchisini To'libay deydi. To'rtinchisi Xolibay, beshinchi Irisbay. Irisbayning o'ng tog'asi bo'ladi, ana qora kastinchi yigit. Mana shu kishimi? Ha, mashallah. Endi quloq To'libay bobomizning 5 yo'li bo'ladi. 5 yo'lning kattasini quloq toptirdi. Kattasini birovini To'lbayning 5 yo'li bo'lsa, To'lbay bobomizning 5 yo'li. Bu To'lbayning ulining uli Davlatbay deydi. Davlatning 3 yo'li bo'ladi. Davlatning 1 yo'li Alloh berdi. Alloh birat Mahmud deydi. Mahmuddan sizlar tug'ilgan. Biz Mahmuddanmiz. Sizlar Mahmud ko'rdan tug'ilgan. To'g'ri. Alloh berdisidan ol mana deydi kim bor ekan Alloh berdan. Alloh berdi biyda yo'q, Alloh berdi Laylaxanda bor. Bizim Payiz degan oshlarimiz bor-ku. To'g'ri. Shular Alloh berdan tug'ilgan. Galam bergan ona mama deyer to'g'ri. Alloh muratdan biz. Alloh murat bobomizning 3 ta o'g'li bo'lgan. Bitta Sulton Murat bor. Sulton Muratning ham 3 o'g'li bo'lgan. Sulton Muratning katta o'g'li Ostonaqul, ikkinchisi Mirzaqul, uchinchisi Shaymardonqul. Shaymardonqul mening bobom. Shaymardonqulning 14 o'g'li bo'lgan. Xo'p. 3 ta 4 xotin bo'lgan. Katta xotinning birinchi o'g'li Yermatboy degan odam Afg'onistonda ullari bor edi. Menibay o'ldi-ku. Menibay bor. Menibay. Shu bobolaridan o'tgan bir shoxidan. Xo'p. Ikkinchisidan shu yoqda ikkita Moysara momo degan momo o'tib ketgan ular biyida qolgan. Ha, Moysara momo. Uchinchi ulidan shu yerda Xudoyqul Mammadi deb Molla Mardonaqul degan odam o'g'onga o'tgan. Shuning Xudoyqul Mammadi degan yekuli bo'lgan. To'g'ri. Ha, qo'shib tur. Uchinchi, to'rtinchi ulim bizning bobomiz Almardan boboni avlodiga o'tganchi biz. Almardan bobom, Shermuhammad bobom, otam, men bizning ular. Kechirasiz, Almerdan bir betdagi ichida shu Almerdan bir kishi betda, otam aytadi-da. Ha, Borsam Almerdan so'rab bir ko'r betda, dedi, u kishilardan borma Bitta dedi-da. qizi o'tib ketgan Ulg'uzim Muhammad. To'g'ri. Ulg'uzim Muhammad shu betda Nurmuhammad Yermatboyning Nurmuhammad degan ukasi bo'lgan. Ha, Shu Nurmuhammadga tushib ketgan Ulg'uzim. to'g'ri. Yermatdan mana Bengmat Yermatning Bengmatqul Bengmat ham bo'lgan. Bengmat mana meni Ha, menga sop o'ldi. menga so'pi, ha, tamam, tushundim hozir, tamam. Endi bu yoqqa kelsamiz, hozir mana qarang, mening mana Ziyovdim bormi shu yerda? Ha, Ziyovning o'g'li Biloldan. Bilolning otasi Ziyovdim. Ziyovdinning otasi Domillah. Molla Ro'zmambat. Molla Ro'zmambatning otasi Oyim Polvon. To'g'ri. Oyim Polvonning otasi Shermuhammad. To'g'ri. Shermuhammadning otasi Almardan. Almardanning otasi Shohmardan. Bakriyaj deydi. Shaymardan. Shaymardanning otasi Sulton Murat.
Sultan Murat'ın atası Allah Murat. Allah Murat'ın atası Devlet Murat. Devlet Murat'ın atası Rahmat. Rahmat'ın atası Tulvay. Tulvay'ın atası Tülevmet. Tülevmet'in atası Mehmet Kul. Mehmet Kul'un atası Ohnazar. Ohnazar'ın atası Kelişkan. Kelişkan'ın atası Cideşkan. Cideşkan'ın atası Godubi. Godubi'nin atası Canibi. Canibik'in atası Kongurat. Kongurat ha? Ha, maşallah. Ey maşallah rahmat Hacı baba sizge. Bilgisayardan zor saydınız. Kompüter sizge yetişemeydi. Yaşanma bölümü boğanda, qara, oltada qolduğunu sizge en gerek. Birincisi Mevlüş. Mevlüş'ten Urgu Mevlüş'ün bitta Ziyada Muhammed'i Oğunistan ötüp ketken. Kallerden Kılıçbay'da Turdu Yelbegi degen ulga çıkıp ötüp ketken. Ha. Ondan başka Mevlüş ötmeken. Bizden Tülevmet'ten en köp oğunga ötken Urgu Kongurat'tan Tülevmet'ten köp. Ha ya. Tülomet ötken, to'g'ri aytasiz. Boy bo'lganda Afg'onistonga o'tishib ketgan Mevlüş bizlar. Tülevmet Chalbachcha deydi. Chalbachcha. Chalbachcha. Bu yoqda o'tmagan. Chalbachcha iki adam çıkıp Chalbachcha saqqa kirdi. O'sha joyga biri Madartaji chiqdi. Ha. Chalbachcha urug'idan. Shu ko'pa saqqa kirdi. Yana biri o'chirdi, ikki kishi kirib Chalbachcha degan urug' saqqa kirdi. To'g'ri. Chalbachcha Mevlüş Tülevmet'in yeshani bitta. Ha. Oqpichoq Bandiguchi Shibirg'onning yeshani bitta. Ha. Oqpichoq bilan Bandiguchi boshqa yeshanlar deb yeshan qilib olgan. To'g'ri. Asli bularning yeshi Cho'rponxo'ja yeshan, Oqpichoq Mevlüş Oqpichoq Bandiguchi Shibirg'onning biri asli Cho'rponxo'ja yeshan. Shu yerda Saydilg'an yeshanlar, Omadilg'an yeshanlar, bular Qo'qon yeshan, bular birga pirliq qilmasa, ki to'matdan pirliq qilgan otalari